21-asrda insonning maymundan kelib chiqqani haqidagi qarashlar barbod bo'lmoqda. Olimlar boshi berk ko'chaga kirib qolishdi. Ko'p yillik tadqiqotlar davomida ular evolyutsiya nazariyasini isbotlay olmadilar va odam hamda primatlarning umumiy ajdodlarini topa olmadi. Aks holda hozirgi shimpanze yoki gorillalar allaqachon odamga aylanib bo'lgan bo'lardi. Biz maymunlar bilan qarindosh bo'lish uchun bir-birimizga umuman o'xshamaymiz. Hatto genetiklar ham buni tasdiqlaydi. Shunday qilib Darwin yanglishgan edi. Odamning maymunlarga hech qanday aloqasi yo'q. Hozirgacha olimlar, biologlar, paleontologlar, antropologlar va men kabi boshqa mutaxassislar buni rad etishga majbur bo'lmoqdalar. Shuning uchun bugun men bu be'ma'ni afsonani yo'qqa chiqaraman va sizga odam va maymun qarindosh emasligini isbotlab beraman. Sayyoramizda juda ko'p sut emizuvchilar mavjud va ular bir-biriga turlicha qarindosh. Kemiruvchilar, qo'lqanotlilar, yirtqichlar, tuyoqlilar, kitsimonlar, har xil turlar bor. Va albatta bularning orasida primatlar ham mavjud. Primatlar juda xilma-xil va hayratlanarlisi shundaki, inson bu o'sha primatlarning ulkan to'plamidan biridir. 18-19 asrlarda bunchalik aniq bo'lmagan qarindoshlik bugungi kunda allaqachon yaxshi o'rganilgan. Hozirda tirik organizmlarning asosiy guruhlarida tartib o'rnatilgan. Primatlar turkumi hammaxo'rlik, daraxtlarda yashaydigan hayot tarzi, ko'payish strategiyasi va eng muhim anatomiya, ma'lum tishlar to'plami, skelet tuzilishi, genetika, biokimyo va boshqa narsalar bilan tavsiflanadi. Bu parametrlarning barchasi bo'yicha inson primat hisoblanadi. Shunchaki maymunlardan biri. Bizda ham xuddi shunday tishlar to'plami bor. Buning ustiga antisota va jun. Bunda asosiy tuzilish 40 million yil oldin mavjud bo'lgan. Taxminan 26 million yil oldin esa tishlarning kamanoid turi Triopitek naqshi paydo bo'lgan. O'shandan beri tishlar tubdan o'zgarmadi, faqat nisbatlar, o'lchamlar biroz o'zgardi. Masalan, qoziq tishlar biroz kichraydi. Bizning tishlarimiz qadimgi primatlarning tishlaridan biroz kattaroq, qo'l va oyoqlarning tuzilishi ham xuddi shunday. Bizda ham xuddi shunday suyaklar to'plami bor. Bilaklari, beshbarmoq falanglari, tirnoqlari hammasi maymunlarnikiga o'xshaydi. Agar siz qadimgi yashagan turlarning qo'liga qarasangiz, inson qo'li bilan farq unchalik katta bo'lmaydi. Taxminan 2,5 million yil oldin qo'lning mehnat kompleksi paydo bo'lgan. Ammo qolgan primatlar oldida bunchalik ahamiyatli emas. Masalan, gorilla va shimpanzelarda bukilgan barmoqlar bilan yurishning o'ziga xos mushtum yurish majmuasi mavjud bo'lib, u bizning qo'limizga qaraganda ko'proq yuk va murakkab anatomiyani talab qiladi. Bizning qo'limiz esa aksincha juda oddiy. Agar siz alohida suyakni, masalan, umru suyagini olsangiz, odamning suyagini shimpanze suyagidan ajratish qiyin. Ayniqsa toshga aylangan qolliqlarda. Ba'zi jihatlarda bizning skeletimiz hatto ibtidoiyroq hisoblanadi. Masalan, bizda dumasi umurtqasi 4 ta, shimpanze yoki orangutanda esa 3 ta. Ya'ni biz ularga qaraganda dumliroqmiz va aytish mumkinki, orqada qolganmiz. Bizning dumsizligimiz progressiv xususiyat emas, balki ibtidoiy xususiyatdir. Evolyutsiyaning ba'zi nozik jihatlari hali ham tasdiqlanmoqda. Masalan, 2021-yilda dum yo'qolishining genetikasi haqida ma'lumot e'lon qilindi. Ilgari dum asta-sekin yo'qoladi deb hisoblangan. Dastlab katta muvozanatlagich bo'lgan, keyin qisqargan. Ammo bu faqat dumning bunday yo'qolishiga olib kelgan bir nechta mutatsiyalar bilan bog'liqligi ko'rsatilgan. Agar mutatsiya zararli bo'lmasa yoki hatto foydali bo'lsa, evolyutsiya juda tez sodir bo'lishi mumkin. Bunday mutatsiyalarni sichqonlarda kuzatish mumkin, lekin ularga dum kerak, shuning uchun ular uni yo'qotmaydi. Odam va shimpanzening juni yo'q, xuddi barcha odamsimonlarda bo'lgani kabi. Hatto martishkalar va keng burunli maymunlardagi kam uchraydigan hollarda ham bu darajada emas. Teridagi soch biyoschalar soni bo'yicha odam va shimpanze deyarli bir xil. Shunchaki bizning sochimiz ingichka va kalta. Masalan, odam kal bo'lib ko'rinar, lekin peshonasida qancha soch ildizi bo'lsa, ensasida ham xuddi shuncha bor. Gorillalarning ko'kragida soch deyarli yo'q, odamda esa bor. Biz ham serjunmiz. Oqsilni, ya'ni kreatinni dasturlovchi genlar va uning o'sishini boshqaruvchi genlar mavjud. Shimpanzelarda ular faol, bizda esa yo'q. Biroq oqsil bir xil. Genetika asos hisoblanadi. Odamlar shimpanzedan atigi 1-2% farq qiladi. Muhimi farqlar soni emas, balki ularning ahamiyati. Inson va shimpanze o'rtasidagi farqlar miqdoriy, sifatiy emas. Biz biroz aqlliroqmiz, xotirjamroqmiz, yaxshiroq o'rganamiz va kelishamiz. Ammo shimpanzelar ham o'rganadi. Qulg'onlardan foydalanadi va hattoki 2 yoshli bola darajasida imo-ishora tilini o'zlashtiradi. Bizning barcha faqat insonga xos xususiyatlarimiz mehribonlik, hazil, aldov, tajovuzkorlik, so'kish boshqa primatlarda ham uchraydi. Paleontologiya ham buni tasdiqlaydi. So'nggi 200 yil ichida ko'plab qazilma qoldiqlar topilgan.
Bizda deyarli uzluksiz zanjir bor. 66 million yil oldin yashagan karamushdek kichik qadimgi ajdoddan to zamonaviy odamgacha. Ba'zan faqat tishlar, ba'zan suyaklar topilgan, lekin to'plamlar juda ko'p. Biz endi shunchaki taxmin qilmayapmiz, balki bu yetishmayotgan bo'g'inlarni qo'limizda ushlab turibmiz. Evolyutsiya nazariyasiga qarshilarning eng bema'ni dalillaridan biri nima uchun hozirgi maymunlar odamga aylanmayapti? Javob oddiy. Har bir guruhning o'z evolyutsion yo'li bor. Insonni harakatga keltiruvchi kuch yo'q. Hamma ham inson bo'lishi shart emas. Masalan, gibbonlar bizdan shimpanzelarga qaraganda ko'proq farq qiladi, lekin hech kim nimaga gibbon odamga aylanmaydi deb so'ramaydi. Axir ular ham evolyutsion jihatdan rivojlangan, uzun qo'llari, rivojlangan miyasi, ajoyib ovoz qobiliyatlari bor-ku. Primatlarning juda ko'p turlari mavjud. Lemurlar, lorilar, makakalar, pavianlar, shimpanzelar, orangutanlar, gorillalar, ularning har biri o'z yo'lidan ketgan. Hatto odamlarning ham ko'p tarmoqlari bo'lgan neandertallar, Flores orolidagi hobbitlar, Luson odamlari va boshqalar, biz hammamiz turlichamiz. Hatto bugun ham. Nega ham Avstraliya aborigenlariga aylanmagan? Chunki hamma ham Avstraliyada yashamagan. Masalaga amaliy yondashilsa, huquqshunoslikdagidek qarindoshlikni aniqlash uchun odam va maymun qarindosh ekanligi ma'lum bo'ladi. Buni e'tiborsiz qoldirish, bilmaslik, qiziqmaslik mumkin. Ammo ozgina chuqurroq kirishsangiz, oldingizda butun umr sho'ng'ishingiz mumkin bo'lgan ulkan ma'lumotlar dunyosi ochiladi. Aslida men aynan shu bilan shug'ullanaman. Odam maymundan kelib chiqmagani haqida bahslashish soddalikdir. Biz maymunmiz, ammo o'ziga xos maymunlarmiz. Fikrlashimiz, boshqa primatlarni o'rganishimiz va o'z maymuniy kelajagimizni qurishimiz mumkin. Antropologiyani o'rganish jarayonida men inson maymundan kelib chiqqan degan iboraning ta'rifiga ko'ra noto'g'ri ekanligini va aynan shu tufayli jamiyatda insonning kelib chiqishi haqida tushunmovchilik paydo bo'lishini angladim. Bu xuddi qarra qushdan kelib chiqqan, karas baliqdan kelib chiqqan degan gaplar kabidir. Jamiyatda inson maymundan kelib chiqqan degan noto'g'ri ta'rifni inson maymunlarning bir turi degan to'g'riroq ta'rifga almashtirish kerak. Shunda jamiyatda nega hozir maymunlar insonga aylanmayapti degan savol tug'ilmaydi. Siz Ro'yo kanali dedingiz, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.